Xo'p. Ekran zapisimiz yondi. Demak, eshitilyapti. Hozircha hech kimga ruxsat bermadik gapirishlikka. Xudo xolasa, qanaqa savolinglar bo'lsa, shuni tushuntirib bo'lganimizdan keyin bitta xudo xolasa eshitishlikka harakat qilamiz agar vaqtimiz yetsa. Maksimal darajada hozir sizlarda bu demak efirimiz sizlarga maksimal bitta strategiyani tushuntirib berishlikka fokus qaratilgan bo'ladi. Kanalimizda xudo xolasa agarda dushanba kungacha yana 6000 ta odamga yig'ilsak, maksimal aktiv ko'tarsak, Ganna matematik analizi bor. Ya'ni boshqacha usulda qilinadigan, xuddi shuni ham o'rgatib o'tamiz xudo xolasa. Eshitilyapti, ha? Yo'q, qo'ygan eshitilyapti. Eshitilyaptimi? O'zimdek qarab kimdir bormi bitta? So'ragin. Bo'ldi. Xo'p, demak efirimiz ketdi. Tushuntirishni ham boshlayman. Bizga bu strategiyani ishlatishlik uchun tillada xohlagan valyutalarda ham ishlatsanglar bo'ladi. 3 minutlik time frame kerak bo'ladi. Juda ham yaxshi ishlab beradigan strategiya, e'tibor bersanglar, 3 minutlik time frame kerak bo'ladi. Tillada istalgan impuls, istalgan demak bozor holatida tushib ketadi. Faqat bitta tomoni bor, juda ham kuchli impuls bo'lgan holatda mana Trump holatini kuzatishimiz mumkin, undan oldingi holatlarni kuzatishimiz mumkin. Bu holatda salgina ehtiyotroq bo'lasizlar. Amerikada asnonoy. Boshqa kunduz kunida bu strategiya bilan yaxshi ishlasa bo'ladi. Bu strategiya kimga tegishli? Zdelka ochib faqat zararda yurganlar uchun, kamroq foyda qilib, lekin bozordan faqat pribil olib chiqib ketmoqchi bo'lgan odamlar uchun hisoblanadi. Xo'p, qanaqa ishlatamiz? Aytib o'tganimdek, tillarni 3 minutlik time frame ga qo'yib olamiz. 3 minutlik time frame da va bizga kerak bo'ladigan indikator, hamma biladigan RSI indikatori bor. Ko'ryapsizlar, mana RSI indikatori va buni nastroykasini ozroq o'zgartiramiz. Nastroyka bo'limidan mana bu qismini men screenshot qilib guruhga, mana shu kanalga tashlab qo'yaman. Undan xavotir olmanglar. O'zingizlar ham screenshot qilib olsanglar bo'ladi. 7762 24 62, ya'ni mana upper band, lower band qismi, ya'ni yuqorisi va minimumi stil bo'limida o'zgartiriladi. Bilamizki, RSI indikatori 70 va 30 qismdan iborat bo'lardi. Biz demak shuni 7762 24 62 ga o'zgartirib olamiz. Va strategiyani ishlatish tartibi qanaqa? Scalping uzoq muddat ushlab tura olmaysiz. Lekin qo'shimcha analiz sifatida qo'shib ishlatsangiz uzoq muddat ishlayvering. Bemalol, bu narsada muammo yo'q. Xo'p, bizga kerak bo'ladi yana bitta instrument, bu Fibonacci kerak bo'ladi. Kelinglar, buni ham birinchi nastroykasini ko'rsatib o'tsam. Fibonacci instrumentini nastroykasini ham rasmga olsanglar bo'ladi. 0 1 1.592 mana shu hamma urvinlar ko'rib turganinglar kerak bo'ladi. Qolgan urvinlari kerak emas. Mana shu urvinlarni o'zingizlarga ustanavit qilib qo'shib olasizlar. Xo'p. Buni ham demak rasmga olsanglar bo'ladi. Ana endi bozordan xo'p, buni ishlatish tartibini ko'ramiz. Grafikdan ko'rsatishdan oldin birinchi ko'rsatib o'tmoqchiman. Qaranglar. 70 va 30 chizig'imiz turibdi RSI da va yuqorida bizda bozor grafigimiz turibdi, tasavvur qilinglar mana. Mana bu holatda turibdi. Endi bu holatda ham demak grafik turadi. Mana shu 70 deb oldik endi. Bizda 77 yu 62 ga o'zgartirganmiz. Mana shu demak zonaga kelganda, ya'ni bozor o'sha RSI da shu nuqtasiga tekkanda, 77 yu 62 ga tekkanda biz srazi sell bitimini ochamiz. Srazi sell bitimini ochilinadi. Mana shu holatdan agarda bozor srazi tushib ketadigan bo'lsa, buni hozir take profitini bilib olamizda, buni yopamiz agar. Lekin bozor doimgidek qarshilik qilib tepaga yuradigan bo'lsa, shu vaziyatdan chiqib ketish bo'yicha bu strategiya yordam beradi sizlarga. Xo'p, buni teskarisi, agarda bozor 30, ya'ni bizda 24 62 ga tegsa, mana bu pastki qismiga tegishi bilan o'rtoqlar eslab qolinglar, buy bitimini ochamiz. Agarda srazi buyga yuradigan bo'lsa, buni ham take profiti bor, uni yopib olamiz. Agarda qarshilik qilib bozor teskari tomonga harakatlansa, bu yerdan chiqib ketish bo'yicha bu strategiyani ishlatamiz. Demak, tushundinglar menimcha.
Xo'p, chizganlarimni o'chirib yuboraman-da, endi bozordan ko'ramiz. Masalan, birinchi mana shu yerda grafikda demak shu holatidan sirasi chapga qarab ketyapman. E'tibor bersanglar, bu yerda umuman tegmagan va bizda mana bu holatda 24 debman, uzr. 77.62 ga holatda tekkan. Biz tekkandan keyingi ochilgan svechadan sell bitimini ochamiz. Mana shu joydan sell bitimi ochildi. Va ko'rib turibsizlar, bizda take profit urilgan. Bu yerda foydada bo'lingan. Take profit qanday topilinadi degan joyiga Fibonacci'ni olamiz. Biz savdo bitimini ochgan svechadan oxirgi yelkaga qarab Fibonacci'ni teskari, tepadan pastga qarab tortamiz. Oxirgi yelka. Bu nima degani? Narx ko'tarilib kelayotganda bitta atkat bergan joyi mana bu yelka. Bizda mana bu holat yelka bo'lyapti. E'tibor beringlar, mana bunda yelka bo'lib chiqib ketgan. Bu yoqda umuman boshqa yelkalar yo'q. O'shaning uchun o'sha joygacha Fibonacci'ni tortib olamiz. Demak, mana shu joydan oxirgi yelkagacha Fibonacci'ni tortamiz. Take profit o'sha oxirgi yelka 0 da bo'ladi. Mana bu yerda bozor ideal holatda 72 pips atrofida tekis qulab bergan. Buyga kirishni hojati yo'q. Bu yerda bu strategiya bo'yicha, chunki mana ko'rib turibsizlar, aytilgan zonaga kelmagan. Xo'p. Bu sell holati edi. Endi buy holatini ko'rib chiqamiz. Bu yoqda o'chirdim. Endi mana bu holatni qaranglar. Narx tepadan pastga qarab mana tushib kelyapti. Tushib kelishda mana bu holat tegishi bilan e'tibor bersanglar, mana bu svechaga to'g'ri kelyapti, mana bu qizil svechaga. Demak, mana shu joydan o'zi sirazi buy bitimi, demak nima qilinishligi kerak? Ochilishligi kerak. Bu yerdan ketdi bizda buy. 0.1 xohlasanglar 0.01. O'zingizlarning balansingizga qo'yib olasizlar. Eslatib o'taman, bu martingale sistema qo'shib ishlatiladigan narsa. O'shaning uchun sal kichkina rolotda ishlaysizlar. Sirazi demak shu yerdan bitim ochdik. Shu minimumidan, deylik mana shu svechani minimumidan oxirgi yelkaga qarab Fibonacci tortamiz. Ya'ni oxirgi yelkamiz bizda mana bu joyda turibdi. Fibonacci tortganimizdan keyin bizda bitimimiz ochilgan. Bozor ozroq foydaga qarab yurdi, lekin take profitimiz qayerda? Mana bu yelkada. O'sha yerga kelsa yopamiz. Kemasdan pastga qarab tushib ketdi. Biz zarardamiz misol uchun va mana bu Fibonacci urvinlarini bekorga qo'shib olmadik mana. Buni o'rtoqlar bir xil joylarda ko'rdim, indikatorlarni ham chiqarganini ko'rdim. Ya'ni mana shu joyga tushgan sari buy olib ketaverasan, bitta chiqqanda foydada olib borasan degan. Lekin bu strategiyadagi yaxshi ishlamaydi. Maksimal darajada kuzatdim bozorda. Mana bu nuqta va mana bu nuqtagacha tushgan. Bu paytda masalan balansingizda $100 bo'ladigan bo'lsa, 0.01 lotda bitim ochadigan bo'lsangiz, maksimal borsangiz $50 minusgacha borasiz. Zato bu olib chiqib ketganingizda ham normalniy pribilda bo'ladi. Bu lekin bunaqa holat ko'p takrorlanmaydi. Xo'p, ana endi mana bu urvindan, ikkinchi urvinidan yana bitta bitim ochamiz va u bitim biz oldin ochgan bitimimizdan 2 barobar katta bo'lishligi kerak. 0.2 lotda bitim ochamiz. 0.2 lotda bitim ochamiz. Ana endi xohlovchilar uchun bitimlarni foydani qayerda yopamiz? Foydaga kirdik mana bu yerda. Hamma foyda bilan bitimlarni mana shu birinchi ochgan сделкamiz bor-ku, o'sha yerda polностью yopib forsak bo'ladi. Ya'ni mana bu 0.1imiz $0 bo'ladi foydada, ya'ni zarar emas, foyda emas. 0.2imiz esa bizda foydaga qoladi. Bu yerda necha pips yurib bergan? 40 pips bo'lsa $80 foydada bo'lyapti. Yoki bu yerda ozroq kutilinib, mana bu 0 gacha borsa ham bo'ladi. Take profitgacha ham ko'p holatda borib beradi. Hech narsa eshitilmayapti deb yozishibdi kanalda. Polni eshitilyapti ekan, hozir kimdir eshitilmayapti deb yozgani uchun sal to'xtab qoldik, o'rtoqlar, uzr. Xo'p, ani o'qib olsangiz bo'ladi, to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Xo'p, mana shu joydan bitim ochamiz. Agar bozor yana tushib ketadigan bo'lsa, mana bu qismdan yana bitim qo'shilinadi. Keyingisini yoki o'sha oxirgi bitimda oldida yopib forasiz. Mana bu yerda 0.2 ni oldida, bu yerda 0.4 ochasiz masalan. 0.2 ni oldida yopib forasiz. Yoki uni ham 0 gacha ushlasangiz bo'ladi. Kattaroq pribil xohlasanglar mana shungacha boradi. Xo'p, endi buni kelinglar boshqa joylarda yana kuzatib ko'ramiz. Meni ko'zimga tashlangan joy mana bu holat bo'ldi. Mana bu holat. Mana shu holatni ko'radigan bo'lsak, bozor vashi tepaga ko'tarilib ketgan. Bu holatda nima qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylaysizlar? Qaranglar, mana bu сделканы, demak, mana oxirgi yelkaga tortib oldik. Biz bitimni mana bu joydan ochdik.
Mana shu yerdan ochdik. Ochganimizdan keyin bozor selga birdaniga tashladi, lekin take profitga yetib kelmadi. Mana take profit zonamizga yetib kelmadi. Narx tepaga qarab ketdi. Ikkinchi joydan yana bitta bitim ochdik. Bozor sal teparoqqa chiqdi-da, pastga qarab tashladi. Qarang, birinchi joygacha kelib berdi. Mana mana shu yerda yopishimiz kerak. 0.2, 0.1 masalan. 0.1imiz 0 da, 0.2imiz esa pribelda. Uje mana shu yerda yopildi bitim. Bu yog'iga ko'ryapsizlarmi qancha chiqib ketgan? Agarda sizlar mana take profit kutsanglar zararda bo'lasizlar, to'ppa-to'g'ri. Lekin qonun qoidasi bo'yicha oldingi ochgan bitimingiz, oxirgi ochgan bitimingizning oldida yopsangiz, bitimlar foydada yopilinadi. Istalgan joyi, shuning uchun ishlamagan joyi deyarli yo'q bu strategiyani. Istalgan joyini ko'rib chiqishinglar mumkin bo'ladi. Qaranglar, mana bu joyda ham kuzatamiz. E'tibor beringlar, 70, ya'ni mana bu 24.62 ga tekkan joyi mana bu svecha bo'lyapti. Mana shu svecha bo'lyapti. Ustiga shunday olib borsanglar, tekis ko'rasizlar mana 24.62 ga tekkan. Bo'ldi, bu svecha yopilishi bilan buy. Mana shu yerdan 0.1 lotda buy. Buy olindi, Fibonacci olinadi. Bu yo'g'iga endi buy olganingizdan keyin analizni davom ettiraverasiz. Asosiy mana bu qism bizda. Demak, bu yerdan Fibonacci'ni oxirgi yelkaga tortib olamiz. Keyingi bitimimizni mana bu yerdan ochamiz ekan. Mana bu yerdan ham bitim ochilingan. 0.2 lotda bu yerdan ochdik. Va bozor e'tibor beringlar. Take profitni mana bu yerda yopib olsak bo'ladi. Riskovat qilmoqchi bo'lganlar uchun buni ham urib bergan. Ideal tarzda hamma qismida ishlab beradi. Men maslahat bergan bo'laman, ochko'zlik qilmasdan mana bu yerda yopishdi. Buni hisoblab ko'ramiz. 0.2 lotda polностью 63 pips. Qarang, 63 pips yurib bergan. Bu hisoblasanglar $126 bo'ladi. $1000 balansga ishlatasizlar, sizlar 0.1 bilan 0.2 ni yoki yanada kichkinalashtirib olsanglar bo'ladi. 0.1 ila $63 zararga olib bordi sizlarni. Bu yoq bilan $80 ga. Bu degani 8% prosentga ushadinglar. Zato pribelda olib chiqib ketdi bozordan. Xo'p, men bu joyda tekshirib o'tirmayman. Men bu joyda gap hosil bo'lgan ekan. Bu ertalab holatlari, o'shaning uchun kechki payt holat ekan. O'shaning uchun boshqa joyga o'tiramiz. Men bu holatda juda mana riskovat bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo'q, uncha riskovat bo'lmagan ekan. Demak, men bu yerda 24.62 ga tegyapti. Mana shu yerdan buy bitimi ochilindi. Fibonacci olindi. Oxirgi yelkaga tortilindi. Bizda demak, mana bu joydan bitimni ochdik. 0.1 lotda. Martingale qo'shamiz 0.2 lotda bu yerdan. Ko'ryapsizlarmi? Men ko'rsatayotgan hamma joyda maksimal darajada mana bu urviniga boryapti. Katta prosentga bormayapmiz o'rtoqlar. Uje mana shu yerdan bitimni deylik qo'shdingiz, bu ketdi tepaga qarab, mana bu ham forsiz bo'ladi. Mana bu 0 gacha chiqib bergan mana. Jitcha bu yerda yetmay qolgan, 0 gacha chiqib bergan. Men aytganimdek, mana bu holatda yopib boradigan bo'lsangiz, 116 pips yurib beryapti. Bu yerda 0.2 lotingiz uje $200 foyda bor degani. Mana bu 0.1 lotingiz esa sizda demak $100 zararga olib bordi. Birga 2 ishlab oldingiz. Kim teginyapti u yerda? Birga 2 bu yerda ishlab olindi. Strategiyani juda ham soddalashtirib tushuntiryapman sizlarga. Demak, bitta o'rtoqlar 0 dan qaytib olamiz, qaranglar. Nima qilamiz? Buni zapisi kanalga tashlanadi. Qayta ko'rib tushunib olsanglar bo'ladi. Ikkita narsa bor sizlarda. RSI va grafik. Mana bu grafik. RSI dan bozor 24.62 ga tegdimi? Buy srazi. Buy olindi. Mana shu yerda deylik, mana shu kelganda grafik mana shu deydi, buy olindi. Bozor pastga tushib ketsa, aytganimda Fibonacci'ni olasizlarda oxirgi yelkaga, ya'ni oxirgi yelka mana bu yerda bo'lgan bo'lishi mumkin. Fibonacci'ni pastdan tepaga tortib olasizlar. Urvinlar chiqadi. Keyingi urvinlaridan lotni ko'paytirib boraverasizlar. 0.1 bo'lsa 0.2 qo'shasizlar, 0.3 qo'shasizlar, 0.4 qo'shasizlar. O'sha qo'shib borganinglarni qachon yopasizlar? Misol uchun mana bu 0.2 ochganinglarni 0.1 da yopasizlar. Agar yana bitta ochish to'g'ri kelsa 0.4 ochsanglar 0.2 da yopasizlar. 0.2 ila 0 da, 0.1 ila zararda, 0.4 ila foydada. Ammo bu foyda buni zararini yopib ketadi. Ya'ni bitta qismini yopsa 3 ta qismi sizga qolyapti. $300 dan $100 zararda yopilsa $300 foyda qolyapti sizga. Ya'ni $200 adashma, uzr. Sell holati bo'ladigan bo'lsa 70 ga, ya'ni 77.62 ga tegdi sell. Tepaga chiqib ketgan sari ochgan joyingizdan Fibonacci'ni oxirgi yelkaga tortib olasiz. Yana bir qancha misollar ko'ramiz. Men bu yerda bozorda tayyorlab olganim yo'q. Men bu kuchli oqishlarni ham ko'rsatdim. Boshqa joylarda ham, men bu yerda ham ko'rsatib berishim mumkin.
Buni o'zingizlar bitta ko'ringlar, bitta ishlatib ko'ringlar, ishlaganmi aytasizlar menga. Xo'p, mana bu holatini ko'ramiz, e'tibor beramiz. Mana bu holatda narx e'tibor beringlar mana shu svechada, uje tegdi. Soat 13:21 da 29-oktyabr kuni tegibdi. Bo'ldi, yopildi, bay oldik bu yerdan. Fibonacci ham kerak emas o'zi. Mana oxirgi yelkaga tortib oldik. Oxirgi yelkaga Fibonacci'ni tortib oldik. Ya'ni mana bu yerdan bitim ochdik, oxirgi yelka mana. Oxirgi yelka nimaligini tushundinglar-a? Bozor tushib kelib, bir ko'tarilib tushgan joyi. Mana shu joyiga Fibonacci'ni tortib oldik. Ikkinchi bitimni qo'shishimiz shart emas, yetib kelmagan. Ozroq zararga tushirdi. Take profitimizni urdi mana. Bo'ldi. O'rtoqlar, oshiqcha narsa kerak emas. Sellga mana uzoqqa bormaymiz. Shu yerdan shunday bu yoqqa qaradim, boshqa joyga o'tib ketganim yo'q. Mana mashitda menimcha sal kattaroq prosentga ushlaganmiz. Xo'p, mana bu svecha emas, mana bu svecha 70 ga tekkan joyi ekan. Ya'ni mana mamutlarga yetganda bozor mana bu 77-26-62 ga tekkan. Lekin biz yopilishini kutamiz. Yopildi. Yopilgandan keyin sell. Fibonacci'ni olamiz oxirgi yelkaga. Ikkinchi bitimni qo'shishlikka hojat yo'q. Bozor o'zi M patternni bo'lib, take profitimizga ideal kelib, keyin xohlagan joyiga ketyapti. Mana shu holatda ham sell ochgan joyimizdan bozor bizga 56 pips demak hadya qilib berdi. Ishoninglar o'rtoqlar, 3 minutlikdan chiqmaysizlar bozordan. To'ka pribil qilsa bo'ladigan strategiya. Buni umuman masalan o'rgatish niyat yo'q edi. Chunki buni o'zi boshqa rejalar bor edi. Sizlarga aktiv uchun foydali bo'lsin degan maqsadda o'rgatilyapti. Mana bu holatda ko'ryapsizlar bozor demak 77-62 ga tekkan mana bu yerda. Sell oldik. Fibonacci'ni oldik. Oxirgi yelka deb mana bu yerda olsak ham bo'ladi, bu yerda olsak ham bo'ladi. Mana shu atrof bo'lyapti. Demak, mana shu qo'yadigan bo'lsak, mana shu qo'yadigan bo'lsak, bu yerda tekkanmi? Da, tekkan. Bitim ochdik, 0 ga kelmadi take profitimizga. Shuning uchun biz keyingi bitimni qo'shishga majbur bo'ldik mana. Keyingi bitim 3 dan bo'ldi. Shunday keldi masalan, bizda uje mana bu yopilsa ham bo'lardi, lekin 0 gacha ushlasangiz ham bo'ladi degandik. Lekin 0 gacha yetib kelmagan ekan bu holatda. Shuning uchun mana bu yopgan yaxshiroq. Qani, bu yerda necha pips tushib bergan? 20-30 pips ekan. Zararsiz ishlashni yo'li sizlarga bu o'rtoqlar. Xudo xolasa, mana bu holatni ham tekshiramiz. E'tibor beringlar mana. Qayerda tekkan bu? Mana shu yopilgandan sell olganmiz xullas. Oxirgi yelkagacha Fibonacci. Keyingi bitimni qo'shdik, mana bu yerda bitim ochdik. Hammasini 0 da yopsanglar ham bo'lar ekan bu holatda 0 gacha tushgan. Endi qo'shimcha analiz qilasizlar-da baribir. Masalan 0 gacha ushlamoqchi bo'lganlarga, yo menga analiz qilish yoqmaydi yoki ishlamayapman, analiz qila olmayapman deganlarga, mana bu yerda bitimni ochdingiz, mana bu yerda ikkinchi bitimni ochdingiz, hammasini mana bu yerda yopib borasiz, bo'ldi. Bu yerda ham ishlab bergan. Xo'p, kimda savollar bor o'rtoqlar bu narsalar bo'yicha? Kimda savol bo'lsa qo'l ko'tarsanglar javob beramiz. Hozircha U7 ni ochdik. Xo'p. Aliboy ochdik. Yana kim? Strategiya bo'yicha savollar, boshqa savollar bo'ladigan bo'lsa adminga yozasizlar, problemalar nimadirlar hal qilinadi. Bormi savollar o'rtoqlar? Eshitilyaptimi? Qo'l ko'taringlar, men ana qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Alex. Aka tuzumisiz charchamayapsizmi? Va alaykum assalom, rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshi. Azgincha kech qoldimda, iloji bormi boshdan Fibonacci anaqalarini tushuntirish? Qarang okajon, bu zapis bo'lyapti. 18 minut zapis ketyapti. Xudo xolisa kanalga yuklab qo'yaman. Ko'rib olsangiz bo'ladi. Bo'ldi, aka, rahmat. Agar mana shuni tushungan bo'lib turib, savol bo'lsa beringlar o'rtoqlar, bemalol. Olyo, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Aka, shu qaysi vaqtlarda ishlamaydi? Hamma vaqtda ishlaydi. Любой vaqtda ishlaydi. Men maslahat bergan bo'lardim, mana bu Trampdaqa prezident saylovlari, no farmlarda, fomislarda ishlatmanglar, bo'ldi, oddiy обычный kunda bemalol ishlataveringlar. Bir kunda masalan 2 ta dona hosil bo'lsin, 3 ta dona hosil bo'lsin, zato ikkalasida ham pribilda olib chiqadi. Masalan, $50 depozitdan qancha lot ochsa
Iloji Maslahat boricha berasiz. akajon qarang, balansni $50 balans bilan nima desa bo'ladi? Sal qiyinroq bozorda foydaga kirish yoki savdo qilish. Iloji boricha 100-200 balans qilib ishlang. Tartibga soling o'zingizda, $100 balans qiling, $200 balans qiling. Ana signal signallaridan 05, 05, 01, 01 taxlamasdan mana shu strategiyada 001 dan boshlab 1 oy disiplina bilan savdo qilib ko'ring. Mana 1 oyda ichida qancha daromad qilasiz? Mana Telegram kanalimiz bor. Lichkamizga bemalol mana shu strategiyadan shuncha foyda qila oldim. Tartib bilan desangiz, sizga o'zimizning bitta sovg'amiz bor keyin. Zo'r strategiya bor. Uni o'quvchilarga ham o'rgatmaganmiz, o'shani o'rgatamiz. Agar mana shundan foydaga chiqib turib, rezultat ko'rsatadigan odamlar bo'lsa, mana hozir mana video ham zapis bo'lyapti, hamma ko'rib turibdi. Ideal bitta keyin strategiya bizda o'sha inson uchun avtorskiy o'rgatilinadi. Ularga men harakat qilaman iloji boricha. Bo'ldi. Bizda nima deydi, maksimal darajada bizda ko'pchilik mamlak qilishadi-da, qarang, YouTubedan yoki boshqa joylardan strategiyalar o'rganishadi-da, foydalanishmaydi emas, tartibsiz foydalanishadi. Ya'ni juda katta lot ochib yuborishadi. Endi bu holatda gapirish sal noto'g'ri. O'zim ham shunaqa qilgan holatlarim bor, chunki ochko'zlik, qanaqadir nafs xatoga olib boradi odam. Lekin tartib bilan ishlab ko'rgan odamda doim pribil bo'ladi, xudo xolasa. Shuning uchun bu strategiyadan shunday foydalansanglar xursand bo'lamiz. Yana qiziqarli nima savollar bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Alo. Bek aka. Indikatorda nastroykasini tashlab qo'yasizmi? Xudo xolasa RSI da nastroykasini skrinshotini, Fibonacci nastroykasini skrinshotini guruhda olasizlar. Xudo xolasa tashlab qo'yaman. Mana bu videoni ham zapisini tashlab qo'yaman. Ko'pchilik savoli agar shunaqa bo'lsa, xavotir olmanglar. Assalomu alaykum. Eshitmayaptilar shekilli yoki nimadir eshitilyaptimi? Allo. Qolganlarga eshitilyaptimi? Eshitilyapti gap. Antena yo'q. Antena ularda yo'q shekilli menimcha. Bo'ldi, hal qilamiz aka uni. Muammo yo'q. Yana nima savollar bor? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Aka, men bu RSI Javob uchun oldindan rahmat. Labek. Aka, men bu RSI indikatorni hozir izlab ko'rdimda TradingView'da. Aha. O'sha aynan qaysiligini ayta olasizmi? Zo'r savol bo'ldi. Zo'r savol bo'ldi. RSI deb RSI deb yozasizlar. Agarda ingliz tilida chiqsa, birinchi mana Relative Strength Index ni tanlaymiz. Agar rus tilida chiqadigan bo'lsa, adashmasam o'sha eng birinchidagini tanlaysizlar. Grafikda o'sha RSI maksimal darajada qaranglar, sodda bo'lish kerak. Oshiqcha narsa kerak emas. Mana men hozir boshqa RSI qo'shib ko'rsataman. Mana RSI deb yozaman-da. Deylik, mana bunaqasini qo'shib qo'ysanglar, buni endi sal qo'shimcha anulari bor-da. Mana nima deydi, o'zi signal berib, qanaqadir kuchaytirilgan. Atak buni ham nastroykasiga kirib, o'sha nastroykani o'zgartirsanglar, bu ham shunday ishlaydi. Lekin maksimal darajada mana bunisini, pushti rangdagisi, oddiysini ishlatasizlar. Tushuntirdingmi? Demak, u erta o'zi yozilgan bo'ladi, nimasini. Shunday. Rahmat. Xo'p, ana endi qaranglar o'rtoqlar, bu bitta strategiya sizlarga masalan 3 minutlikda ishlanyapti. Goldda, xohlasanglar boshqa valyutalarda ham ishlatinglar, ularda ham ishlaydi. Xo'p, men bitta savol bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, hozir ochib chiqay. 1 minut. Aka, keyin faqat 3 minutlikda ishlasa ish beramdi. Yo'q, Faqat 3 minutlikda boshidan. 1 minut, hozir o'rtoqlar. 3 minutlikda ishlatasizlar. O'sha RSI nastroykasi, o'sha Fibonacci nastroykasi. Xo'p, bu yoqda Dinor aka nima dedingiz akajon? Boshqatdan tushuntiring dedingizmi? Boshqatdan yaxshilab tushuntirib bera olasiz. Hammaga yana foydali bo'lardi, hammaga. Akajon qarang, siz kech kirdingizmi yoki boshda kirib tushunmadingizmi sal? Jicha kechroq kirib qoldim. Akajon qarang, yana bitta mayli, bitta paftarini qilib beraman-ku. Bu video zapis bo'lyapti, mana shu kanalga yuklanadi, xavotir olmang.
Yana boshqatdan ko'rib olsangiz bo'ladi demoqchiman. Yo'q, unda mayli, unda mayli. Nima qilmay qo'ying. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi shekilli. Juda noldan tushuntirib ana o'qildikda. Hop. Bu strategiyamiz o'rtoqlar YouTube'da yoki boshqa joylarda yo'q. Agarda qo'lingizdan kelsa buni tarqatib yoki nimadir qilib yormanglar, o'zimiz yuklaymiz, o'zimizni kanaldan o'rganishsa xursand bo'lardik. Chunki meni ko'pchilik taniydi, darslarim tarqab ketgan. YouTube'ga kirsanglar ham to'la yotibdi. Aynan bizda onlayn gruppadan tarqalgan darsinglar. O'shaning uchun bitta ikkita onlayn gruppalar bilan kelishmay ham qolganmiz. Xo'p, shuning uchun bizning kanalda linkini berib yuborib yoki ana qilib o'zingizlarning kanalingizga yuklasanglar, bizni nomimizni qo'yib qo'ysanglar xursand bo'lardik. Tillaga fikrimizni bilmoqchi bo'lganlar bor ekan, hozir lichkaga yozishganda SMSni ko'rdik. Bozor harakati bo'yicha tilla kuchli impuls bilan tushdi. Undan keyin ozroq nakapleniya bo'lib, yana kuchli impuls bilan tushdi. Bozorda bor narsani aytib beryapsiz desanglar, bu yerda qaranglar, dushanba kuni nima harakat bo'lishligi mumkin? Pastdagi likvidlarni yechib bozor tepaga harakatlanishligi mumkin. Bu yerda trend chizig'imiz bor, trenddan ozroq harakat olishi mumkin. Katta ehtimol bozor yana buy pozitsiyasini tanlab oladi o'rtoqlar, chunki mana bu kuchli demand zonada turibmiz va uni o'rtasidan reaksiya bergan bozor. Faqatgina bizda keyingi, ya'ni dushanba kunda ham o'tkazdirib yuborishligimiz kerak. Dushanba kunda svechasi qanaqa yopilishligiga bog'liq. Agarda u pastki likvidlarni tozalab, yuqoriga yopilsa, katta ehtimol yana tepaga tortilib qoladi. Goldni qiynalib ortiqcha strategiyalar ishlatib yuradigan o'rtoqlar uchun, signal kanallarida qiynalayotgan o'rtoqlar uchun har kuni 3 minutli time frame'dagi strategiya ideal ishlab beradi. Shuning uchun bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Bundan keyingi streamimiz SignFX Telegram kanalida bo'ladi. Mana hozir sizlar streamda qatnashib turgan Telegram kanalda bu yerda polniy g'oyalar, signallar berib boriladigan kanal. Shu yerda yana qaytadan bo'ladi. U streamimizda sizlarga oldindan aytib qo'ymoqchiman. Ganna strategiyasi tushuntiriladi. Matematik analiz. Adashmasam gradusga bog'liqmi yoki boshqacha? Bozorda graduslari bilan, demak, o'sha graduslarga tayangan holatda savdoni analiz qilish, bozorda qayerdan qayerga borishligini, demak, analiz o'sha ganna orqali qilishlar o'rgatiladi. Xudo xolasa unga alohida vaqtni, qaysi kuni bo'lishligi hammasini bildirib qo'yamiz. Boshqa savol bemalol. Men efirni saqlanib qo'yavering, ko'payib ketib qolmasin demoqchiman. Bo'ldi, saqlanib bo'lyapti. 27 minut bo'ldi. Buni hozir mana saqlanib